Oilasi bor, buzilib ketsa nima qilasan? Men oilasini buzish niyatim yo'q, o'rtoq. Shunchaki 2 kun dam olamiz, qaytamiz. Dam olamiz degan. Ha, bo'pti. Yaxshi qol. Ko'rishamiz. Xotining aldamagan ekan. Erim 2 kunga komandirovga ketyapti. Kelsangiz, maza qilamiz. Tushunmadim. Shoshma. O'rtoq, men ham xuddi senga o'xshab birovni hayotini buzishni shunchaki senga havas qilib 2 kun maza qilmoqchiman. Hey! Sen birovni xotini bilan yallo qilib yurganingda, seni xotining nima? Bu ish qilmaydi deb o'ylaysan? Sen nima ish qilsang, xotiningdan qaytadi. Xavotir olma, xotining bilan chiqanan aloqam yo'q. Lekin esingdan chiqar. Buni qaytar dunyo deb qo'y.